Mashinalar anaqa kuzovi ham keladi. Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. I have no regrets, yeah, I'll tie up my chest. I'll never forget what it's like to be in debt. Been stabbed in the back bed, I'll show you what happens. Pass me the mic and I'll show you with action. Bizda mashinalar butun keladi, sborka bo'lmaydi deganlarga jo'natamiz. Mana mashinalar ham bunaqa kuzovi ham bunaqa keladi. Mana bu ko'rayotganinglar g'ildirab turgan bu teleshka, oldi ham, orqasi ham. Bunaqa teleshkada keladi mana. Bu mana 4 ta g'ildirab faqat aravani o'zi. Hammasi shunaqa. Bu уже mana сборочный sex. Bu yoqdan kuzov kiradi, detallarni olib kirishadi-da. Sborka mana shundan boshlanadi. Mana xato o'chashlarni qo'yib qo'yishdi bu yoqda. Mana podveskasi. Bu yoqdan ko'rishchilari. Bu orqa podveska. Ko'rsanglar bo'ladi, motor yo'q hali. Bularning motori mana bu yoqda turibdi. Motor sborka bo'lgandan keyin tagida ходовой частьlari ham bitgandan keyin tagiga ham bunaqa katta pilniklardan qo'yishar ekan. Ikki tarafga pilnik qo'yishyapti. Keyin motori tagiga ham o'sha защитный pilnik deydimi? Shunaqalar yopilar ekan. Mana ko'rayotganinglarda защитный mana bunaqa qoplamalarni yopib turib, keyin motori chiqishadi menimcha. Mashta bo'lar ekan, jiddiyslar qo'yilgandan keyin. Mashinani test qiladigan tochka ekan. Hozir test qilishyapti.
Zamer moshinasi deydi, ona ko'rsatyapti. Bu yoqda mashinani o'zi emas, tegidiga o'sha stend aylanib, to есть g'ildirakni aylantirib berib, tormozный sistemani tekshiradigan apparat ekan bu. Dinamический stend ekan. Shower test deyilar ekan bu. Polniy mashinaga ham bunaqa farsunkalarda karcherga o'xshab uradi, tegidan ham, ustidan ham, hamma yoqdan uradi. O'sha protekaymiz mashinani ichiga suv o'tyaptimi yo'qmi tekshiriladi. Buni stend ko'rvoslik o'ttalagini. Kommentariyada yozinglar, bizani GM zavodimizda mana shunaqa test qiladigan, shower test qiladigan, ichiga suv o'tmaydigan, o'tmasligini tekshiradigan stend bormi, yo'qmi? Hozir bilsanglar, ko'pchilik yani Nexus 3lardan, Gentra'lardan, Cobalt''lardan ichiga suv uryapti. Fikringlarni qoldiringlar, mana shunaqa mashina sotuvga chiqishdan oldin tekshiradigan stend bormi, yo'qmi? Bizda. Bizani GM zavodimizda. Mashina chiqqandan keyin mana polni tekshirib chiqishyapti. Oynalar atrofi, rezinkalar. Yazıyor mu? Kim koyarız? Sex boshini ko'rdinglar, bitta proverочный mana bunaqa joy bor edi. Kirishdan oldin, o'sha konteynerdan oldin mashinani qabul qilib olishadi. Keyin o'sha bu yerda proses sborkadan o'tgandan keyin, mana shower testdan o'tgandan keyin bu yoqqa mashina kelar ekan. Bu yoqda o'sha yana bitta ustini o'sha mayda sarapinalarga qarshi tekshirib yuboriladi. Keyin finalniy testdan o'tgandan keyin mashina stankiga chiqib ketar ekan. Bu yoqdan o'sha avtosalonlarga tarqaveradi. Keyin bu yerda navoda mayda-chuda sarapina, pautina, skollar bo'ladigan bo'lsa, mapda tekshiriladi. Navoda bako'rsmasdan bu narsa bo'ladigan bo'lsa, bu yerda o'sha mana o'zligini masterskoyligi bor. Bu yerda bitta polirovkadan o'tadi mashina. Bu yoqda o'sha testoviy plashadkaligi bor ekan, shu yerda mashinani testdan o'tkazishar ekan. Endi bu plashatka mashinaga umuman qiyinchilik tug'dirmaydi-yu, lekin mayli yo'ldan ko'ra
nimadir qilib qo'yishar ekan. Mana shu bunday balandlikka olib chiqishar ekan. Mana bu yertagina lijachi politseyskilar borishandan o'tishadi. Keyin mana bu yerda bruschatkaga o'xshagan faqat bunaqa. Bu ham bizning yo'llarimiz bilan tekis narsada. Shu yerda tekshirib o'tkazib qo'yishar ekan. Keyin ketdi shu bilan.